Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti kimyo va matbaa muhandisligi kafedrasi PhD dotsent Sadiqova Gulnoz Qudratillayevna. Bugun sizlar bilan yangi texnologiyalar haqida gaplashamiz. Demak, to'qimachilik sanoatida yangi texnologiyalar degani nimani tushunamiz? Demak, reja tuzib olganmiz. Birinchi rejamiz nanonaychilar, ikkinchisi nanotolalar ishlab chiqarishga bag'ishlanadi. Demak, yangi toralar, yangi texnologiyalar degani nimani tushunamiz? Demak, yangi texnologiyalar deganda, demak, bu to'qimachilik sanoatining yangi texnologiyalari. Demak, bu degani kimyoviy pardozlash korxonasida, demak, to'qima matolarni kimyo pardozlash korxonalaridagi matolarni tayyorlash, bo'yash, gul bosish va yakuniy pardoz jarayonlaridagi yangi texnologiyalar haqida tushunishimiz mumkin. Demak, to'qimachilik sanoati 1771 yildan to'qimachilik sanoati rivojlanish sari qadam qo'ydi va u 1886 yildan boshlab to'qimachilik sanoati avtomatlashtirish tizimiga o'ta boshladi. 1969 yildan boshlab to'qimachilik sanoatidagi korxonalar kompyuterlash sistemasiga 25-yilgacha o'ta boshladi va 25-yildan boshlab 1997 yildan nanotexnologiyalar va to'qimachilik sanoatiga kirib kela boshladi va hozirgi kunda 2025-yildan to 2081-yilga borib nanotexnologiyalarga qo'llash texnologiyalari jadallik bilan kirib kelmoqda. Demak, yangi texnologiyalar bu taraqqiyot yo'lida insoniyatni oldinga itaruvchi kuch hisoblanadi. Texnologiyalar har birimizning hayotimizni, sifatini va biz yashayotgan davlat kuchini aniqlab beradi. Kompyuter texnologiyalarini nanotexnologiyalarga almashtirish davri 21-asr boshlariga to'g'ri keldi. To'qimachilik sanoatida nanotexnologiyalarga asoslangan holda ishlab chiqariladigan matolarga urg'u berilmoqda. Nano o'zi bu nima o'zi? Demak, nano so'zi yunon tilidan olingan bo'lib, nanos demak voice shaklda yoziladi va u mitti, kichik, juda mayda degan ma'noni anglatadi. Quyidagi rasmda, demak, chapdan o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak, o'lchamda o'sish tartibi har xil obyektda demak ko'rsatilgan. Demak, dastlab atomdan to quyosh tizimigacha. Demak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, chap tomonda atom, hujayra, soch tolasi, chang, insoniyat, qit'a, yer, planetariya. Demak, nano hayotni biz uchun ishlashini o'rgatish mumkinligiga barcha demak asoslarimiz yetarli. Demak, quyida nano matolarning asosiy xususiyatlari va turlari keltirilgan. Demak, birinchisi to'qimachilik matolarida, demak, to'qimachilik matolariga suv va kir o'tkazmaydigan matolar. Demak, bu matolar demak yuzasida maxsus nanokapsulalar yoki nanoplast bilan qoplangan bo'ladi. Suv tomchilari yoki yog' dog'lari matoga sigmaydi. Aksincha sirpanib tushib ketadi. Demak, havo o'tkazuvchanligini saqlab qoladi. Garchi suv o'tkazmasa ham mato nafas oladi, ya'ni havo o'tadi. Antibakterial va hidga chidamli. Nanonaychilar, masalan, kumush, rug', titan dioksidi bakteriyalarni o'ldiradi. Shuning uchun kiyim uzoq kiyilsa ham hidlanmaydi. O'zini tozalash xususiyatlari ham mavjud. Demak, quyosh nuri ta'sirida kirlanish, parchalanish fotokatalitik nanometrlarda, demak,
ishlatiladi. Demak, chidamlilik va mustahkamlik. Nano qo'shimchalar tolani mustahkam qiladi. Mato tez eskirmaydi. Demak, nanotexnologiya bu birdan 100 nanometrgacha o'lchamdagi miqdorlarning xossalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni bir nanometr bu metrning milliarddan bir qismiga teng, ya'ni 10⁻⁹ ga teng hisoblanadi. Nima uchun bu darajada muhim nanotexnologiya? Demak, muhimligini sanab o'tadigan bo'lsak, metallar nano o'lchamga tushganda ularda nimalar hosil bo'ladi? Birinchisi, kvant effekti paydo bo'ladi. Keyingisi, elektr o'tkazuvchanlik o'zgaradi. Keyingisi, rangning spektri o'zgaradi. Mustahkamlik 200 barobargacha oshadi. Sirt energiyasi keskin oshadi. Bu oddiy fizik qonun emas, makro dunyoda mavjud bo'lmagan mutlaqo yangi xususiyat hisoblanadi. Nanotexnologiyalar bu 21-asrning yuqori texnologiyalar hisoblanadi. Ya'ni kelajak texnologiyasi. Shuningdek, to'qimachilik sanoatida noyob tavsifi va xususiyati yangi materiallar yaratilmoqda. 20-asr oxirida shiddatli texnik o'sish sur'ati to'qimachilik materiallariga yangi fantastik talablar qo'ydi. Ular insonni aniq bir sohasida kerak bo'ladigan o'ziga xos spesifik xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Tashqi muhit ta'sirida o'z xususiyatlarini insonga kerakli yo'nalishda o'zgartira olish kerak. Ya'ni qaytarma reaksiya hosil qilishi bilan asoslanadi. Asosan kiyimda nanotexnologiyalarni qo'llash yangi avlod katalizatorlarni yaratish bilan bog'liqdir. Nanostrukturali materiallarni ishlatishga urinishlardagi asosiy muammo bu nanokristallik zarrachalarni shakli va o'lchamlarini stabillashtirish murakkabligidadir. Bundan tashqari, kiyim texnologik sohalarda nanozarrachalar tarkibi doimiy o'zgarishini, uning geometrik o'lchamlarini tuzilishini o'z o'rnida texnologik jarayonlar davrida doimiy o'zgarmas bo'lib qoladigan yuzani atrof muhit bilan o'zaro ta'sirlashuvda mahsulot hosil bo'lishini inobatga olish zarur hisoblanadi. Demak, nanonaychalar diametri bir necha 10 nanometr diametr va uzunligi bir necha santimetr uzun silindrsimon bir yoki bir necha naycha shaklida buraluvga geksanal grafitli yuzalar va odatda oxiri yarim shar boshchalar bilan tugallangan tuzilmalardir. Nanozarrachalar qo'llanilishi, demak, mexanik qo'llanishlarda o'ta mustahkam iplar, kompozit materiallar, nanofotonlar, demak, mikroelektronikada qo'llanilishi, tranzitorlar, nanosimlar, shaffof o'tkazuvchan yuzalar, yoqilg'i elementlari. Demak, keyingisi yangi neyrokompyuterlar ishlanmalarini biologik neyronlar va elektron qurilmalar orasida birikmalar, bog'lanishlarni demak yaratish
yaratishi mumkin. Demak, tolalar, to'qimachilik sanoatida tolalar demak tabiiy va kimyoviy tolalarga bo'linadi. Tabiiy tolalardan olingan tolalar demak o'simliklardan olinishi mumkin va hayvonlardan. O'simliklardan olinadigan tollar paxta, kanop, zig'ir va boshqa tollarni misol qilib ko'rsatgan bo'lsak, hayvonlardan olinadigan demak oqsil tollarga esa jun va tabiiy ipaklarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Demak, tabiatni o'zi nano obyekt sifatida bu tollarni yaratib qo'ygan. Chunki ularda juda ko'p nano g'ovaklarga ega hisoblanadi. 1 gramm paxta tolasining g'ovaklari yig'indisi ichki yuzasi 100 metr kvadrat. Tabiiy tolalar nano g'ovakli konteyner ko'rinishida va ularda turli tabiatli nanozarrachalar joylashishi uchun depo ko'rinishida bo'ladilar. Organik, noorganik, antimikrob, tok o'tkazuvchi antifotonlar misol ko'rsatishimiz mumkin. Tolalar rangi bo'yovchi moddalar nanozarrachalarni nanog'ovaklarda yo'li bilan demak shakllantiriladi. Demak, bu yerda kimyoviy tollarchi. Demak, kimyoviy tollarga demak ikki xil tollar bo'lishi mumkin. Sun'iy va sintetik tollar. Demak, sun'iy tollar tabiiy tollarni chiqindilarini qayta ishlash yo'li bilan olinadigan sun'iy tollar va polimerlarni qayta ishlash yo'li bilan sintetik tollar olinadigan bo'lsa, demak ularda nano shaklda ikki xil texnologiya bo'yicha ishlab chiqarilishi mumkin. Demak, birinchisi, tola hosil qiluvchi polimerlarni eritmalari yoki quyultmalarini elektr o'tkazuvchanlik bunda polimer eritmasi yoki quyultma fileradan chiqishida ma'lum parametrni elektr maydonni tushgan va tola 10 dan 100 nanometr o'lchamgacha diametrgacha demak uzun bo'lib demak cho'zilishi mumkin. Demak, nanotexnologiyalar tibbiyotda, qurilishda, energiya, mashinasozlik, to'qimachilik sanoatida nanotexnologiyalarning istiqbolli sohalari rivojlanib bormoqda. Nanotollar ishlab chiqarish. Demak, nanotolalarni an'anaviy tola hosil qiluvchi polimerlarni konfiguratsiyasi bo'yicha farqlanadigan nanozarrachalar bilan to'ldirish yo'li bilan yoki ultra ingichka diametrli tola olish yo'li bilan ishlab chiqarilishi mumkin. Nanozarrachalar bilan to'ldirilgan tolalar 1990-yildan ishlab chiqarila boshladi. Demak, nanotekstil. Demak, maxsus yo'nalish sifatida sensorli tolalar, matolar va trikotaj ishlab chiqarishdir. Bunday tekstilni elektron deb ham atash mumkin. Bunday sensorli tekstil uzluksiz rejimda inson organizmining asosiy parametrlarini, demak harorat, bosim, puls kuzatilish imkoniyatini beradi. Mikropli sellyuloza, demak yakunlovchi pardoz jarayonlarida sellyulozalarni ishlov berishi mumkin. Demak, bu yerda hammasidan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, bugungi kunda insonlarni texnologiyalarga bo'lgan talabi ortib borishi bilan texnologiyalar juda ham jadal tarzda rivojlanib bormoqda. Foydalaniladigan qurilmalarning imkoniyatlari yanada ko'p bo'lishini hamma ham xohlaydi.
Shu sababdan ham mikrotexnologiyadan nanotexnologiyalarga o'tilmoqda. Nanotexnologiya sohasida yetarlicha natijalar ham erishildi. Ushbu yo'nalishda yaratilgan ilmiy ixtirolar iqtisodiyot, tibbiyot, biologiya, ekologiya, to'qimachilik sanoati, aviatsiya, radioelektronika kabi ko'plab muhim sohalarda yuqori samaradorlikka va tejamkorlikka erishish imkonini bermoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.